Bu golini urib Ronaldinho nega yig'laganini bilasizmi? O'yinga tushib kelayotgan paytda telefon orqali otasi vafot etganini eshitgan edi Salahdan. Alam aralash maydonga tushgan va shu super golini yo'llagan. Ronaldinho padari buzrukvori vafotidan xo'ng yig'layotganini tushunamiz albatta. Ota uniki bu musibatdan faqat Ronining o'zi yig'laydi. Ammo braziliyalik afsungar futboldan ketgach millionlab muxlislar shu ahvolga tushib qolishlarini taxmin qilarmikan? Ronining chiroyli gollarini taqdim etishidan ko'ra, uning raqib futbolchilarini dog'da qoldirayotgan fintlari ko'proq zavq ulashadi. Ronaldinho haqidagi eng yaxshi ta'rifni Messi aytgan menimcha. Men 10 marta oltin to'p olsam ham Ronaldinho bo'la olmasligimni bilaman. Durana kadar, aşk mezara kadar.